Hozir siz hayotingizda qanaqa voqea hodisa sodir bo'layotgan bo'lsa, siz bilan nima muammo yuz berayotgan bo'lsa, hayotingizda nimani hal qilolmayotgan bo'lsangiz, mana shu vaziyatlarni hammasini yechishga yordam beradigan eng asosiy ikkita formulani aytib beraman. Mana shu hamma siz bilgan mutaxassislar, mana shu siz bilgan barcha ustozlar, barcha psixologlar, barcha kasb egalari mana shu ikkita formula asosida ishlaydi. Bu formula hamma narsani, hamma ilmni asosini tashkil qiladi. Ya'ni hayotingizdagi hal bo'lishi mumkin bo'lgan hamma vaziyatlarni faqat mana shu ikkita formulani yaxshi tushunib olganingizdagina o'zingiz hech qanaqa mutaxassislarsiz, hech qanaqa psixologlarsiz yecha oladigan holatga kelasiz. Buni birinchi formula, imkon bo'lsa yozib oling. Birinchi formula bu. Misol uchun hozir hayotingizda sizni turmush o'rtog'ingizni topadigan daromadi kam bo'lishi mumkin yoki o'zingiz topadigan daromad kam bo'lishi mumkin. Hozir biz pulga olamiz buni, lekin bu formula boshqa hamma mavzuga tushadi. Buni o'zingiz sekin-sekin hozir video oxirigacha tushunib, hal qilib yechib olganingizdan keyin boshqa formulalar, boshqa mavzularga bu formulani qo'yib ketaverasiz. Demak, birinchisi, turmush o'rtog'ingizni daromadi kam. Turmush o'rtog'ingizni daromadi kam, yetmaydi. Sizning ehtiyojlaringizga, oilangizni umuman siz xohlagandek sharoitda bo'lishiga yetmaydi. Bunda bilishingiz kerakki, birinchi formula yozib chiqishingiz kerak. Sizni turmush o'rtog'ingizni daromadi kamligida qanaqa foydalaringiz, naflaringiz bor. To'g'ri, buni aytish juda ham oson emas boshida, chunki o'zimga ham juda qiyin bo'lgan buni yechish, yozib chiqish, hal qilish. Baribir har qanday insonga bu narsa og'ir botadi. Hozir menga hamma aytishi mumkin. Qiziqmisiz, bizni turmush o'rtog'imizni daromadi ko'p bo'lishini, zo'r bo'lishini xohlaymiz. Biz qanaqa hozir daromadi kamligidan foydamiz bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin-da. Lekin siz tushunishingiz kerakki, sizni mana shu hozir daromad oilangizga kam kirishida foydalaringiz bor. Buni men sizga yana ham oson, yana ham sodda bo'lishi uchun ikkita asosiy foydangizni aytib beraman. Deyarli bu 70-80% ayollarda bir xil chiqadi. Ba'zi bir ayollarga to'g'ri kelmasligi mumkin, deyarli ko'pchilikka to'g'ri keladiganini aytaman. Misol uchun, agar turmush o'rtog'ingiz daromadi riski 2 barobarga ko'tariladigan bo'lsa yoki umuman siz xohlagan summaga ko'tariladigan bo'lsa, yo'q, ko'tarilmaydigan bo'lsa, hozir kam daromad oladigan bo'lsa, sizni birinchi foydangiz bu turmush o'rtog'ingiz, qaynona qaynotangiz, bu turmush o'rtog'ingiz tomondagi qarindoshlaringiz va o'zingiz tomondagi sizga taalluqli bo'lgan insonlar orasida sabrli ayol, jabrdiyda ayol, bechora, toqati kuchli ayol, hamma narsaga ko'nadigan, qanoat qiladigan ayol degan nominatsiyalarni olish foydangiz bor. Tushunyapsizmi? Juda ham ajoyib kelin, yo'qdan bor qiladigan ayol, har qanday turmush o'rtog'ini vaziyatida ham tushunadigan, qabul qiladigan ayol degan nominatsiyalar turadi. Bu birinchi foydangiz. Bu deyarli juda ko'p ayollarda bir xil chiqadi. Men o'zimda ham bo'lgan bu foyda. Qachonki turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilganda, siz ikkinchi darajaga tushishga rozi bo'lganingizda, mana shu nominatsiyalar sizga kerak emas bo'lganda, turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tariladi. Bu bitta foydangiz siz. Ana endi ikkinchisi, agar sizni turmush o'rtog'ingiz daromadi kam bo'lib turib, buni ortidan oladigan foydangiz, nafingiz bu turmush o'rtog'ingiz bilan janjallashib, tortishib qolgan vaqtingizda bir-biringizga aytadigan gaplaringiz bor. Bir-biringizni kamchilik jihatlaringizni, bir-biringizni ko'nglingizni to'ldirmayotgan holatlaringizni aytib olish kerak. Bu ayolda asliyatida bor narsa. Ayol shu narsa orqali ichidagi og'riqlarini, ichidagi xafagarchiliklarni chiqarib oladi. O'zingiz ham bir hayotingizga tahlil qilib ko'ring. Turmush o'rtog'ingizda har bir kamchiligi, har bir nozik tomoni sizga qurol vazifasini bajaradi. Misol uchun daromadi kamligi. Siz shunday paytda
janjallashganda solishtirib yuborishingiz mumkin. Kimnidir dugonangizga er nimadir qilib bergani, qanaqadir sharoitlar qilib bergani yoki qaysidir qarindoshingiz yana kimdirda. Shuni evaziga siz bitta qo'shimcha aybi deb buni yig'ishingiz kerak bo'ladi, turmush o'rtog'ingizni daromadi kamligini. Men ham qachonlardir turmush o'rtog'imni daromadi kam vaqtida, ichkilik ichadigan, chekadigan vaqtida juda ham katta foydam bo'lgan o'sha holatidan. Atrofdagilarga aytish uchun, turmush o'rtog'imdan ko'ra o'zimni zo'rligimni isbotlash uchun, yaxshi ayolligimni, sabrliligimni, yaxshi kelinligimni, hamma narsaga chidab yashayotganimni, o'zim juda ham yaxshiligimni isbotlash holatida bo'lganim uchun menga foydaga ishlagan. Buni sekin-sekin yechgandan keyin o'zi chiqib ketgan. Shuni bilishingiz kerakki, turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilmasligidagi ikkinchi foydangiz bu sizni turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan har qanday vaziyatdagi munosabatda o'zingizni oqlab chiqib, turmush o'rtog'ingizni ayblash uchun eng asosiy qurol vazifasini o'tashidi. Tushundingiz, a? Mana shu ikkita foyda deyarli 70, 80, 90% ayollarda bir xil chiqadi. Bir xil. Hech qanaqa farq qilmaydi. Endi ikkinchi formula. Bu turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilganda, misol uchun kam daromad oladigan standart holatda aytaman, 10 million turmush o'rtog'ingiz daromad topadigan bo'lsa, kimdadir 5 million, kimdadir 20 million yoki 3 ming dollar tashkil qilishi mumkin. O'zingiz qo'yib olasiz hisoblab. 2 baravarga oshirib ko'ring. Mana hozirgi topayotgan daromadini 2 baravarga oshdi turmush o'rtog'ingiz. Yaxshi daromad topyapti. Shunda sizni yozib chiqasiz, qanaqa qo'rquvlaringiz bor. Turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilganda sizda nima qo'rquvlar bor turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilib ketishida. Misol tasavvur qiling, hozir turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarildi. Yaxshi daromad topyapti. Hayotingizda nimalar sodir bo'lishi mumkin? Endi men sizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun bu coaching holatidagi formulani sirri ochib beraman sizga. Yana ham soddaroq, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun aytaman. Eng birinchi qo'rquv bu turmush o'rtog'imni daromadi ko'tarilib ketsa, boshqa ayollarni topib olishi mumkin. Ikkinchi ayol topib olishi mumkin. Pulini, daromadini unga berishi mumkin. Bu birinchi qo'rquv. Bu deyarli bizani ayollarimizda eng asosiy bor narsa. Men nechta ayol bilan ishlagan bo'lsam, erini daromadini ko'tarilishi bo'yicha eng asosiy birinchi ildiz hammada shunaqa chiqadi. Ayrim bir xillarda farq qilishi mumkin. Ikkinchisi, sizni turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilishidagi ikkinchi qo'rquvingiz bu turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarilganda sizni mensimay qo'yishi. Sizni nazar pisand qilmay qo'yishi. Mana shu qo'rquv ham ichingizda borki, turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarila olmay turibdi. Siz o'ylaysizki, turmush o'rtog'im daromadi ko'tarilib ketsa, menga boshqacha munosabat qiladi, meni erkinligimni cheklaydi, menga ko'p buyruqlar beradi, ko'p talab qiladi. Mana shuni evaziga hozirgi daromadi yaxshiroq degan holatda, ongsiz holatda, o'zingiz tushunmagan holatda ushlab turibsiz. Buni o'zingiz ham bilmaysiz. Men buni bugun efirda ayollarni ayblash uchun aytib chiqmayapman. Buni e'tiborga olasiz degan umiddaman. Bu shunchaki sizning muammolaringizni hal qilib beradigan ikkita formula xolos. Chunki menga juda ham ko'p lichkalarga savol kelib tushadi, juda ham ko'p savol berishadi. Qanday hal qilsam bo'ladi? Muammolarni bittada hal qilib bo'lmaydi, azizlar. Bu chunki necha yil yig'ilgan muammolarda. Endi turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarildi. Siz tasavvur qildingiz, hozir daromadlari ko'tarilganligini va shu holatda siz shu yashamda yashayotganingizni tasavvur qildingiz va sizni uchinchi qo'rquvingiz bo'lishi mumkin. Bu sizni turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarilgan vaqtida yaqinlarini ko'p pul so'rashligi yoki turmush o'rtog'ingiz yaqinlariga, do'stlariga juda ko'p pul berishi. Mana shu qo'rquv ham ayollarimizda bor. Menga shunaqa bitta coachda ishlaganimizda, yoshi katta ayol bilan ishlaganimizda aytganlarki, meni turmush o'rtog'imni daromadi ko'tarilgan vaqtida doim qarindosh urug'iga sochgan.
Bizga o'sha berishi o'sha holatda bo'lgan, lekin boshqa jigarlariga, yaqinlariga sochgan. Shuning uchun men turmush o'rtog'imni daromadi ko'p bo'lishini xohlamaganman deb ochiqchasiga o'zi tan olgan. Lekin shuni tushunishingiz kerakki, turmush o'rtoq har doim puli ko'payganda ayoliga juda ham pul bergisi keladi. Faqat ayol kishini o'zida olish istagi u qadar kam bo'ladi va o'sha erkak kishini aytadigan o'sha minnatlarini xohlamaydi ayol kishi. Shuni evaziga bermay qo'ygan yaxshi degan holatda davom etadi, hayot kechiradi. Bilib oldingiz, turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'payganda uni yaqin atrofidagi insonlari bu pulidan foydalanishi sizni qo'rquvingiz. Tushundingiz? Ikkita formulani yechdik. Birinchisi bu foydalaringiz, mana shu jarayonda, va ikkinchisi qo'rquvlaringiz. Men hozir sizga ikkita uchtadan oddiy hammada bo'lishi mumkin bo'lgan eng asosiy ildizlarni ochib berdim, aziz ayollar. Bundan boshqalarini ochib bera olmayman. Chunki siz o'zingiz topishingiz, topib o'zingizdagi jihatlarni yozishingiz kerak. Har bir muammoni millionlab ildizi bor. Millionlab ildizi bor. Bular yozib chiqilganda, yozib tahlil qilingandagina yechiladi. Agar siz yozib chiqmasangiz, ongingiz sizga keragi yo'q javoblarni chiqarib beradi, asosiy bo'lmagan javoblarni chiqarib beradi. Shuning uchun yozish обязательно shart. Agar yozib kommentariyga qoldirsangiz ham men javob beraman, yoki Telegram lichkamga tashlasangiz ham men sizga qisqagina qilib sizdagi asosiy foyda, asosiy qo'rquvlarni qanaqa qilib yechish mumkinligini javobini qisqagina qilib aytib beraman. Hozir sizga endi buni javobini aytaman. Misol uchun sizda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, bizga hozirni aytdingiz, turmush o'rtog'imiz daromadi ko'tarilishini biz xohlaymiz, foydasini bildik, bizga ko'tarilmasligini va ko'tarilishidagi qo'rquvlarni ham bildik. Endi bizga aytingchi, biz qanaqa qilib mana shu foyda va qo'rquvlarimizni yechishimiz mumkin? Endi buni men sizga yechishni o'rgataman. Birinchi foydangiz, misol, turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarilmasligidagi foydangiz bu hamma joyda o'zingizni nomingizni, o'zingizni yaxshiligingizni isbotlash, Yaxshi kelin, yaxshi ayol, sabrli ayol, toqatli ayol. Mana shuni to'g'risiga yozib chiqasizki, turmush o'rtog'im daromadi ko'tarilganda ham, yaxshi daromad topganda ham, zo'r oilani ta'minlab qo'yib, yaqinlariga ham ulasha olganda ham meni nomim ikkinchi darajada jaranglashiga roziman. Turmush o'rtog'imning nomlari birinchida bo'lishiga, hamma joyda jaranglashiga, hamma tan olishiga, zo'rligini aytishiga va hamma menga ham senga oson yashash, sen baxtli ayolsan, senga rosa havasim keladi, senga ering hamma sharoitlarni qilib bergan, menda esa unaqa sharoitlar yo'q degan gaplarni eshitishga tayyor bo'lasiz va tayyorligingizni yozasiz. Buni ongingizda ham tayyor holatga keltirasiz va yozasiz. Mana shu holatda har bir savolni yechasiz. Ikkinchisi, misol, sizda foydangiz bor, turmush o'rtog'ingizni daromadi kamligida siz turmush o'rtog'ingiz bilan janjallashganda kamchiliklarni aytib olishingiz uchun, bitta kamchilik asos sizga bu. Endi siz aytishingiz mumkinki, turmush o'rtog'imning daromadlari ko'tarilsin, roziman va biza janjallashganimizda men turmush o'rtog'imga kamchiliklarni yuziga solishim shart emas. Ya'ni shu narsani bilishingiz kerakki, aziz ayollar, inson hech qachon uni kamchiliklari yuziga aytilinib, minnat qilinganda yoki o'zingizni maqtab u insonni kamchiliklarini yuziga pesh qilib aytganingizda inson hech qachon o'zgarmaydi. Hech qachon. Aqlli ayollar bunaqa formuladan foydalanadi. Lekin siz dono ayol bo'lganingizda siz rozi bo'lasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan imkon bo'lsa janjal qilmaslikka, janjal bo'lganda esa turmush o'rtog'ingiz sizga qanaqa ta'na dashnomlar aytganda ham, ishlatgan pulini minnat qilganda ham, topayotganini aytib ro'zg'ori qilib
qo'yib gapirganda ham, senga oson, senga mazada, topganimni yeb yotasan-da deganda ham siz ko'nib, rozi bo'lib, ha shunaqa begim, yaxshiyam siz borsiz. Men o'z rostini mazza qilib sizni davringizda xursand bo'lib yashayapman deyishga rozi bo'lgan paytingizda turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tariladi ayollar. Menga turmush o'rtog'im oldinlari juda ko'p aytardi. Sen uyda yotasan, bolalarga qaraysan, unaqa ko'p ish qilmaysan, meni ishim og'ir, men charchab kelaman, uyquga to'ymayman, senga mazza, senga yaxshi, senga oson deb juda ko'p aytardilar. O'sha vaqtlarda men yuragimga og'ir tegardi bu gaplar. Chunki uyda ishi hech qachon tugamaydi va qancha ish qilsangiz ham ko'rinmaydi-da. Va shunaqa paytlarda men o'tirib o'ylaganmanda, ki yaxshisi shu kuchim yetgancha shu ishlarni qilaman, o'zim ustimda ishlayman, ilm olaman va rozi bo'laman. Nima kamchiligim bo'lsa, qaysi ishlarga ulgurmasam, turmush o'rtog'im qanaqa gaplar aytsa ham rozi bo'laman. Hozir men 100% rozi bo'lganman. Ba'zida aytib qolar, senga mazza onasi deydi. Ha, menga mazza deyman-da. Siz borsiz baxtimga, siz oilamizni ta'minlab turibsiz, boshimizsiz, hamma narsa sizni bo'yningizda. Men yengil yashayman, qulay yashayman. Sizni davringizda mazza qilib yashayapman. Sizni davringizda baxtli yashayapman. Menga hamma narsani yaratib berdingiz, erkalatib qo'ydingiz. Yaxshiyam borsiz dadasi, to'g'ri aytasiz. Men kuni bo'yi yotaman deyman. Agar o'sha kuni bo'yi yotmagan bo'lsam ham, ish qilgan bo'lsam ham shunaqa deb aytaman. Keyin turmush o'rtog'im o'zlari to'xtaydilar-da, menga boshqa bunaqa gaplarni ham aytmaydilar, unaqa ko'p ko'nglimga tegadigan gaplar aytmaydilar. Ayollar, tushuning, turmush o'rtog'ingiz ham bekordan-bekor bu gaplarni aytmaydi. Uni ustiga yuklanadigan yuklamani siz his qila olmaysiz. Uni yelkasidagi mas'uliyatni, ota-onasini o'ylasinmi, farzandlarining ta'minotini o'ylasinmi, sizga sharoit qilib berishni o'ylasinmi? U bechora o'zini orzusi uchun yashamaydi-da, erkak zoti. Faqat oilasining sharoiti yaxshi bo'lishi uchun yashaydi. Faqat siz u biz o'z vazifamizda yashasak bo'ldi, tamom, talab qilinadigan. Ayol bo'lib bersangiz bo'ldi. Ojizaligingizni his qilsangiz, uyingizda o'zingiz vazifalaringizni qo'lingizdan kelgancha bajarsangiz, turmush o'rtog'ingiz ishdan kelganda chiroyli taftni, o'sha oiladagi nima desa bo'ladi, erkak kishi ishdan kelganda, uyida bo'lganda o'sha damni, hordiqni ta'minlab bersangiz, turmush o'rtog'ingiz siz uchun eng katta orzularingizni ham bajarib bera oladi. Har qanday erkak bu narsaga qodir. Mana turmush o'rtog'im unaqa qilmaydi deyishga shoshilmang. Men ham shunaqa o'ylardim. Unaqa emas. Turmush o'rtog'ingiz hamma narsa qilib bera oladi sizga. Faqat siz ishona olishingiz kerak. Endi uzoqlashmaymiz. Qo'rquvlarga o'tamiz. Foydani bildingiz, qanaqa qilib yechishni, o'sha yozib chiqqan foydalaringizni to'g'risiga javobingizni yozib chiqasiz. Rozi bo'lib yozib chiqasiz. Daromadlari ko'tarilishiga rozi bo'lib yozib chiqasiz. Ana endi turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarilishidagi qo'rquvlaringizni yechib chiqasiz. Misol uchun, birinchi qo'rquvingiz bu nima dedik? Turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilishda qo'rquvingiz boshqa ayollarni topib olsa-chi. Endi bu juda ko'p klientlarim menga shu narsani aytishadi. Voy, erim boshqasiga ketib qolsa-chi, puli ko'payib ketsa, yoki qachondir hayotimizda shunaqa bo'lgandi ham deb qo'yishadi-da. Va menda ham shunaqa bo'lgan va buni yechib chiqqanman. Tajribamdan o'tgan ayol sifatida shuni aytamanki, agar turmush o'rtog'ingiz daromadi ko'tarilsa, sizga hozir ajratadigan daromadidan ham ko'proq pul beradi sizga. Aziz ayollar, faqat o'sha pulni siz tejab, tergab, bola chaqamga yoki nimamga, ertangimga demasdan, o'zingizga, ongingizga investitsiya qila olsangiz, o'zingiz ustingizda ishla olsangiz, siz o'sasiz, rivojlanasiz. Eringizni o'sha onga qadar tenglashasiz. Qachon ayol baxtli yashaydi? Er xotinning rivoji bir xil bo'lsa-da, siz o'sib tenglasha olasiz va shunaqa paytda eringizga yana ham qiziqarli bo'lasiz. Shunaqa vaziyatda turmush o'rtog'ingiz boshqa ayol topishga hojat qolmaydi. Tushunyapsizmi? Erkak kishi qachon boshqa ayol topishga ehtiyoji qoladi? Qachonki yonidagi ayoliga qaraganda undan ayollik energiyasini ko'rmasa, ola olmasa hech narsa, o'zi xohlagan munosabatni ko'rmasa, u boshqa joyga sarflaydi ham, boshqa joyga ketadi ham. Siz turmush o'rtog'ingizning pulini olib, o'zingizga xursandchilikka ishlata olishingiz shart.
tejamasdan tergamasdan. Men keyingi efirda sizga o'zingizga nimalarda tejashingizni xatolarini va nima to'g'riliklarini bo'yicha efir tahlil beraman. O'shanda ko'rib tahlil qilib olasiz o'zingizda. Tushundingiz-a? Ikkinchisi, ana endi turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarilganda ikkinchi qo'rquvingiz bu sizni mensimay qo'yishi mumkin, nazar pisand qilmay qo'yishi mumkin. Aziz ayollar, bitta narsani biling. Turmush o'rtog'ingiz o'sha siz necha yil yashagan odamda, u yangi odam emas. Sizni bir kunda tark etadigan, bir kunda pul topib o'zgarib qoladigan odam emas. Shuni tushuning, ongli holatda. Turmush o'rtog'ingiz qancha daromad topishidan qat'iy nazar, siz turmush o'rtog'ingiz o'sishiga teng ravishda o'sasiz. Hobbilaringiz bilan shug'ullanasiz. Turmush o'rtog'ingiz 20 million daromad topsa, bir oyda sizga 1 million bersa, 2 million beradimi? Hatto bir xil ayollar aytishi mumkin. Bermaydi o'sha 1 millionni ham debdi. 500 ming bersa, 1 million berishi mumkinmi? Hatto bir 500 mingni o'zingizni hobbingizga ishlata olarsiz bir oyda. Nimaga qiziqsiz? Ijodga qiziqasizmi? Sportga qiziqasizmi? Raqsgami? Suzishgami? Sizni oilangizni men bilmayman-da. Siz juda ham yaxshi bilasiz. Turmush o'rtog'ingiz nimaga ruxsat beradi? Nimalarni yoqlaydi, xohlaydi sizda o'sha narsalar bo'lishini, yoki siz nimalarni xohlasangiz turmush o'rtog'ingiz qarshilik qilmaydi. Aynan shu narsalarga ishlatishingiz shart. Pulingizni, vaqtingizni. Qanaqa narsa sizga quvonch olib kelsa, xursandchilik olib kelsa, energiya olib kelsa, o'shanga ishlatishingiz shart. Mana shu holatda turmush o'rtog'ingiz sizni hech qachon mensimasdan qolmaydi. Обязательно turmush o'rtog'ingizning nazarida bo'lasiz, diqqatida, e'tiborida bo'lasiz. Har qanday ma'shuqa ayol ham hech qachon erkak kishini bog'lab olib o'tirmaydi yoniga. O'zini maxsus qiziqishlari bo'ladi, hobbilari bo'ladi, boradigan joylari bo'ladi, o'qiydigan kitoblari bo'ladi, o'zini ustida ishlaydigan darslari bo'ladi, bajaradigan mashg'ulotlari bo'ladi. Hech bo'lmaganda bahona qilmasdan uyda ham bajarsangiz bo'ladi. Hozir internet to'la mashg'ulot. Yoga deysizmi, har qanday sport turi deysizmi, dieta deysizmi, hamma narsa, bezak taxlash deysizmi, faqat tan olish kerak ayollar, biz o'zimiz dangasamizda, o'zimizni mas'uliyatimiz birovga yuklab gapirishni yaxshi ko'ramiz. Ana endi keyingisi va ikkinchisi yechilindi. Yozib chiqdingiz o'z javobini, yechilindi. Uchinchisi, agar turmush o'rtog'imning daromadi ko'tarilsa, nima dedik biz? Nima qo'rquvim bor? Yaqinlariga ko'proq pul berib qo'yishi mumkin yoki yaqinlari turmush o'rtog'imdan do'stlari, oilasidagilari ko'proq pul so'rashi mumkin, Bu narsada shunaqa o'ylashingiz kerakki, o'y hayolingizni, nazaringizni shunaqa o'zgartirishingiz kerakki, turmush o'rtog'ingizni o'ziga ichingizdan ruxsat berishingiz kerak. O'zi hal qilishiga. Topayotgan daromadini qanday sarflasa, shunaqa sarflashiga, o'zi xohlagan insoniga xohlasa berishiga, xohlasa qarz berishiga, xohlasa shunchaki ehson qilishiga, xohlasa ota-onasi jigarlariga sovg'a berishiga siz rozi bo'lishingiz kerak. Men hozir bitta sir aytaman sizga. Qaysi turmush o'rtoq topganini ko'chaga sarflaydi? Qachonki siz rozi bo'lmaganingizda, ichingizda. Siz ichingizdan chindan rozi bo'lganingizda turmush o'rtog'ingiz unaqa ko'p sarflamaydi. Men boshdan bosh turmush o'rtog'imni shu jihatiga qarshi bo'lmaganman. Chunki turmush o'rtog'im hech qachon yaqinlariga pulini sochadigan odam emas. Shuning uchun men hech qachon turmush o'rtog'imni jigarlarimga pul beraman, ota-onamga nimadir qilaman desa, hech qachon qarshi bo'lmaganman. Chunki unga hojat ham yo'qdi. Umuman hojat yo'q. O'zlari biladilar qanday berishni, qanday qilishni, o'zlariga qo'yib qo'yganman. Umuman norozichiligim yo'q. Ya'ni meni ota-onamga qilmayapsiz-ku, u tomonga qilyapsiz-ku degan gaplar ham yo'q. Qachonki siz turmush o'rtog'ingizni erkin shaxs deb hisoblab o'ziga qo'yib berganingizda, sizga ham ajratadi, oilangizga ham ajratadi. O'sha jigarlariga, ota-onasiga, yaqinlariga qilganda esa siz ichingizdan rozi bo'lganingizda sizga ham savob amali yoziladi, azizlar. Eringizdan ko'p sizga yoziladi. Shuning uchun aytadi-ku, erkak kishilarni juda ko'p vaziyatda o'zgarishiga ayol sababchi deb. 100% to'g'ri gap shu. Ba'zi bir erkaklarda bo'lmasa, deyarli juda ko'p erkaklarda
ana shu yaqinlariga pul berishida ayoliga ko'proq bog'liq. Ayolidan hech qo'rquvi bor. Va shu gapirmasmikin, shu norozi bo'lmasmikin, meniki egovlamasmikin, xafa bo'lmasmikin degan qo'rquvlar bor. Ba'zi bir erkaklar hattoki yashirib ham berishadi-da. Shuni tushuningki, pul investitsiyaga keladi, rasxod uchun keladi. Pul kelganda hech qachon yig'ilish uchun kelinmaydi. Yig'ilingan pul sizni xursandchiligingizga ketmaydi hech qachon. Yo kasalchilikka, yo kimnidir nimasidir chiqib qoladi o'sha pulga bilan, yoki nimadir vaziyat chiqib qoladi. Pul faqat maqsadga yig'iladi. Chiroyli maqsadga, sizga xursandchilik beradigan maqsadga yig'iladi. Boshqa narsaga yig'ib bo'lmaydi. Shuning uchun rozi bo'ling. Qancha pul kelishiga rozi bo'lsangiz, yo'q, qancha pul ketishiga rozi bo'lsangiz, shuncha ko'p pul keladi. Qancha sizdan chiqib ketishiga rozi bo'lishingiz kerak. Farqi yo'q. U foydali bo'ladimi, foydasiz bo'ladimi? Turmush o'rtog'ingiz qanaqa sarflaydi, siz qanaqa sarflaysiz? Faqat bilishingiz kerakki, siz ishlayotganingizda pulni, daromadni atrofdagi insonlar ko'rishi uchun, bilishi uchun yoki nimadir o'zgarish qilish uchun emas, ichingiz xursand bo'lishi uchun, xotirjam bo'lishi uchun, hayotingizga ma'no kirishi uchun, o'zingizni baxtli his qilishingiz uchun bo'lishi kerak. Va turmush o'rtog'ingiz ham oilada asosiy ta'minotchimi, o'zini orzusiga albatta pul ishlatishi shart. Men turmush o'rtog'imga aytaman, oxirgi paytda ishlatmayapsiz, o'zingizni pulingizdan o'zingizni xursandchiligingizga dadasi. Ishlating. O'zingiz topyapsizmi shuncha pulni? Ishlating. Nimadir kiyim olgingiz kelyaptimi, qayergadir borgingiz kelyaptimi, dam olgingiz kelyaptimi, nima kerak sizga? Ishlating. 10% ishlatish shart. Qo'yib bering azizlar. Qizg'anmang eringizga. Qancha ko'p qizg'ansangiz, shuncha kirish kanallaringiz shuncha tor, kam bo'ladi. Tushundingiz-a? 3 ta formulangizga ham javob topildi. Siz mana shu pulni turmush o'rtog'ingiz yaqinlarigami, boshqalarigami ketishiga rozi bo'lgan paytingizda u nisbatan kam ketadi. Agar rozi bo'lmasangiz barib ketaveradi. Kam pul kelsa ham ketaveradi o'shanday, ko'p pul kelsa ham ketaveradi. Shuning uchun undan ko'ra rozi bo'la qoling, ichingizdan rozi bo'ling va o'sha pul borib bir kunda bo'lmasligi mumkin. 2-3 oyda o'z turmush o'rtog'ingiz o'ziga qo'yib berganingizda, o'zi ongida tahlil qilib, hal qilib, yechib, o'ziga to'g'ri yo'lni, o'ziga qulay yo'lni o'zi ham topadi. O'sha siz xohlayotgan chiroyli uyda turmush o'rtog'ingiz ham xohlaydi. Siz xohlagan qulay sharoitlarni turmush o'rtog'ingiz ham xohlaydi. Hammasini qilib beradi. Faqat siz turmush o'rtog'ingizga ishonishingiz shart. Shart. O'tmishdagi tajribani yuziga solib emas. Hayotingizda bo'lib o'tgan voqea hodisalardan kelib chiqib emas. Shunchaki shu insonga qanaqa umidlar bilan turmushga chiqqaningiz vaqtida. Qanaqa ishongansizda boshida bir o'ylab ko'ring, turmushga chiqqan vaqtingizda qanaqa ishonardingiz, qanaqa yaxshi ko'rardingiz, qanaqa suyanardingiz, qanaqa nima rejalar aytadi, qanaqa ishidan yangiliklar aytadi, xursand bo'lib eshitardingiz, qo'llab-quvvatlardingiz, ha? Qancha umidlaringiz bor edi. Xuddi shu holatda hozir ham ishonch bering. Hozir ham ishoning. Bu hayotda uddalolmaydigan erkak kishi yo'q. Hamma uddalaydi. Hammani qo'ldan keladi. Faqat siz ishonch bo'lsangiz, siz umid bersangiz, siz qo'llab-quvvatlab tursangiz, har qanday inson bu hayotda o'zi istagan natijalarga erisha oladi. Bu meni gapim emas. Bu o'sha dunyodagi eng mashhur millionerlarning ham gapi, bu o'sha hayotda mana shu muammolarni yechib chiqqan barcha insonlarning gapi. Va meni o'zimni ham hayotiy tajribamda boshimdan o'tgan gaplarim hisoblanadi. Bugungi efirimiz shu. Manfaatli bo'lsa juda ham xursandman. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Telegramdagilar guruhga fikrlaringizni yozasiz degan umiddaman. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr.